Yani birleştiğimiz hürmetlik vatandaşım, bununla dikkat kılın. Elbette hazır ziddiyetle Asya'da kayak merkezleştiyse, evet hazır ziddiyetle Asya'da Cenubi Deniz ve Şarkı Deniz merkezleşiyordu. Bu çoğun devletler oturusu bu doğru münazara ve keskin el işler buluyordu. Delmel şundaq paytda siz bunda 3 yıl burun Yaponiyani qandaq tasavvur qilattınız. 3 yıldan keyinki Yaponiyani qandaq tasavvur qilasiz? Avvalgi tasavvuringiz bilan keyinki tasavvuringizni bağlaştırıp tasavvur qilib beqing vatandaşım. Bu leksimizden mavzusu Yaponiya qoğduruş kısımları Cenubi Dengizge zor kadam bilan yetip geldi. Tegi uçini Jungo'ga qaratdı. Mavzulu haber 4. ayının 13 günü Dünya Gazetesi'de ilan kılıngan idi. Bugün sizlerge bu haberden leksiya süptede tanıştırımız. Ve sizlerine bu haberden leksiya süptede haberlendirimiz. Haber mındak başlangan idi aynı vakta. Amerika, Filipin, Katarlık devletler Cenubi Deniz'de çarlaş elip bargan bir peytte. Yaponiya 4. ayının 13 günü 2. Dünya uruşidan keyin tunji qitim zor bir turkum harbiy parxodni Janubiy dengizga avatdi. Teg uchini Jungoga qaratgandan boshqa bu harakatning yana ko'p xil strategik ahamiyati bor edi. Yaponiyanın yeni bir xatarlı kanunu 3. ayının 29. günü yolu qoyulgandan keyin Yaponiya deniz qoğdunuş kısımlarının Cenubi Denizge kirişi yoki baldır, yoki keyin çoqum yüz berdigan ish edi. Lekin Yaponiyanın bu derecede tez harakat qilib Cenubi Denizge kirishdan maqsadi kişilerin növbette çonkur oygu saldı. Bu haber bu makala New York'ta neşri kılındıgan Dünya Gazeti, Xitay tilinde neşri kılındıgan Dünya Gazeti'nin baş makalesi oluşumu. Yaponiya deniz qoğdunuş kısımlarının Cenubi Denizge kirişide kişilerin dikkatini kozgaydıgan bir taraf şu ki, yişi belgilik qoğduguçu harbiy parxodning tonna birligi, tonnaj birligidir. Bu parxod 18.000 tonna ameliyatın nuru qo'llagan tik uçarı seplengen harbiy parxodlarning tonna birligidan teximi çoğun bulup, tik uçar aeroplan seplash, zentop, kalbirlik zemberek o'rnatilgandan başka Amerikada yasalgan F-35B belgilik küreşçi aeroplan mı bu parxodga tushalaydi, chiqalaydi, yoki mush parxoddan uchalaydi. Bu qoğduguçu parxodning harbiy parxodning urushkiri iqtidarı Jungo'nun atalmış Liao'nun belgilik harbiy parxodidan teximi zor. O Liao'nun Hao degan bir avtomatik Rossiyada ishlangan Ukrainaga berilgan. Ayni vaqt Ukrainada setilib bu pasport 9 orqali Turkiya orqali o'tib Jungo'ga keltirilgan. Ukraina bu parxodni Liao'nun hozir bu Liao'nun deb ism qo'yilgan bu avtomatikani tanış oynaydigan axlatxonaga tashlab etgan. Hozir Jungo ekilib uni yasab tuzab degandek, Liao'nun Hao belgilik avtomatikaga aylantirdi. Yani muşinasi xalqning koni bir narsani ekilib muşini yasab, bu Jungo deniz armiyasining qudrati qurali desa bu dadam bir kulkilik gap vatandaşlar. Aşının iqtidaridan Yaponiyaning bu yerga Janubiy dengizga avatilgan parxodning iqtidori bir necha derece artıq dedi. Bu parxoddan Janubiy dengizga kirishi strategik ahamiyati ve burayında namoyish qilish g'arzi hammaga ma'lumdir. Yaponiya deniz qoğduruş kısımlarının Cenubi Denizge kirişi tüvendeki mezmunlarını öz içine aldı. Avval Jungo'nun nişan kılganlıkıdan ibaret. Bundaq bir noktadan kişiler herkes gumallanmaydı ve bunun kişiler aceplenmeydi. İkincisi, Yaponiya'nın dünyavi ikinci derecelik iktisat ornu Jungo tartıp algandan keyin Yaponiyada yuqordan tüvengacha öz orduga qaytib kelish orzusi tug'ildi. İqtisadi jihatdan ma'lum mezgilgacha bu ishni o'rlab ketilmaganda diplomatiya ve harbiy ishlar bilan Jungo bilan elishmoqchi bo'lyapti. Bu kichik bolaning xiyolidek bir gap ekan.
Cungo iqtisadi cihat ikinci devlet buluş için bu tağı eğizlik yap. Cungoluklar özü o eğizlik elvağa ya kaçat elde kimde birisi eğizlik şunda çıkarıp koygan gap. Sen evvel milli derametinin sunduruluşunu görüp baksan çoğa. Sen milli derametini sundurgan 1 milyar 300 milyon adamga qanchilikdan sunudu. Qanchilikdan doğru kelidi milli derametten. Evvel mana vaqtida gap qil. Tamoydan kirgan chiqqan balning hisobi bilan gap qilmay. Evvel madoda gap qilib dunyo bo'yicha ikkinchi iqtisod davlatiga aylandik desang, endi buning yo'li bor. Endi bu sababni sabab qilib keltirsang, bu kichik bolaning keltirgan sababidek bir sabab bo'lib qolibdi bu. Şüphesizki Yaponiya deniz qo'g'dirish qismlarining janubiy dengizga kirishi Jungoni cheklashdan iborat. Kuchlik signalni tarqitish uchundir. Mana nokta yaraydigan gap. Bu elbette İkinci Dünya Urushidan keyin bu derecede ig'ir tipli urush parxodini Janubiy dengizga avatishi Yaponiya davlat strategiyasidan o'tmishdagi qo'g'dirish holatidan endi hujum qilish holatiga ko'chganligini gavdlandirib berdi. Mana gaplar ham to'g'ri. To'g'ri deyishimiz sababi biz o'zimizning hissiyotga moslashganlik uchun emas, amaliyotga, reallik moslashganlik uchun to'g'ridir. Demek 3 yıl burun Yaponiya qo'g'dirish qismlari Yaponiyaning dengiz tavalligiga harakat qiladi. 3 yildan keyingi bugungi kunda bular 3-ayning 29-kuni yangi bexatarlik qonuni e'lon qilingandan keyin mana bugun Yaponiyaning dengiz armiyasi yani qo'g'dirish qismlari Janubiy dengizga omadga haydab kirdi degan gap. Mana nuqtadan aytganda bu yerda nima deydi? Vaqti burunqisi mudofaa xarakterlik bo'lsa, bu da Yaponiyaning qo'g'dirish qismlarining hujum qilish holati o'tganligidan darak beradi deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining sukut qilishi va rag'batlantirishi albatta eng cho'ng sabablarning biridir. Bu hem de Dünya Gezisi hatta nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlari buni sukut qildi va rag'batlantirdi. Bu junguluklarda bir odat bor ekan, yaxshi bo'lsa o'zining. Agar qilchi yoki bu yoqdan yaxshi yamoq bir xabar kelib qolsa, buni Amerika qildi, Amerika dedi, Amerika shunday qildi, Amerika qildi atib qo'yish bu jungulukning bugun psixik yoki ro'yi alaydiga bo'lib qoldi. Ayni vaqtdagi akivchilik endi hozir nima bo'lib qoldi desa bu Amerikachilik deymiz, nima deymiz? Nima gunoh bo'lsa Amerika ortib qo'yish, bu jungulukdan hozir psixik holati bo'lib qoldi. 7 davlat guruhi tashqi ishlar ministrining Jungoning Janubiy dengizni harbiylashtirishga qarshi bayonot e'lon qilgandan keyin bu bayonot Jungodan keyin Yaponiya qo'g'dirish qismlarining yana bir hisobda Janubiy dengizga kirishi yoki Janubiy dengizga avatilishi bunun Yaponiyada etilgan 7 davlati Yaponiyani chiqarib etsang, keyingi 6 davlatning Yaponiyani qo'llaganlikka bo'ladi. Mana xabar, mana bu real xabar. Yaponiyada shunday yig'in etildi, 7 davlat ochdi bu yig'inni, ministrlar, tashqi ishlar ministrlari. Uning keyingi yig'in oxirlashiblar. Nima deydi taqa bu bayonotning sadosi quloqdan to'din ketmay turiblar. Yaponiya dengiz armiyasi qo'g'dirish qismlarining Janubiy dengizga shunday tonnalik omadga haydab kirishi bu 6 davlatning qo'llashiga Yaponiyani qo'shgan 7 davlat Yaponiyadan boshqa 6 davlatning qo'llashini gavlandirib berdi deydi. Bu ish Yaponiyaning endi borgan siri bir qudratli davlatga aylanganligini isbotlab berdi deydi. Endi ma gapim bu tahlilning to'g'ri gap. Biz mana shunchalik tahlil qildik, hurmatli vatandoshlar.